har qanday taraqqiyotga, har qanday ma'rifatga eng katta to'siq bo'ladigan narsa meni nazarimda jamiyatda eng xavfli qatlam bu ahmoq miyasi aynigan nodon chollar. Eng xavfli kuch shular bo'ladi. Lekin bu nodon chollar osmondan tushmaydi. Bu nodon chollar, bu ahmoq chollar mana shu ahmoq yoshlar, nodon yoshlardan yetishib chiqadi. Mana shu qancha johil yoshlar, nodon yoshlar, ahmoq yoshlar, yomon yoshlar qancha ko'paysa, ertaga 20 yil, 30 yil, 50 yildan keyin ular xavfli bir kuchga aylanadi. Ya'niki yoshi ulg'aygandan keyin ular xavfli kuchga aylanadi. Va bu dahshatli kuch. Birgina miyasi aynigan masalan bir johil, bir ahmoq chol ko'rsatadigan yomonlik, jamiyatga yetkazadigan zararni 10 ta yosh qila olmaydi. Shuning uchun biz bugundan harakat qilishimiz kerak bo'ladi.